bir chol bo'ling, yo bir bobo bo'ling, ota, yo bir bobo bo'ling, ko'z tegmas. Yosh nechida o'zi yosh, bobo, yosh. 65 ga yaqinda kiraman. Yoshman men. 65 yoshda yoshman deyapsizmi? Ha, yuragim urib turibdi. Buyog'im Makka. Makkami bo'lib turibdimi? Makkamda Makka bo'lgani uchun izlab yuribman-da. Kuniga mana bosib qo'ying bitta siz bilan bir iliq suhbat qilib ketay. Otamga bir paddishka qilinglar, jonlaring sog' bo'lsin. Bir savollarim bor edi sizga. To'xta. Ey, yangi kampir olishga-da. Yangi kampir olishga, ha, yangi. U eskisiga qachon uylandingiz? Bu ancha vaqt bo'ldi-ku. To'y qachon bo'ldi? To'y ancha vaqt bo'lib ketdi. Meni xabarim yo'q. Meni xabarim yo'q. U to'ymaydi. To'ymaydi-ganda. Necha yoshga uylandingiz? Necha yoshida ikkinchi uylangan? O'zi nechta xotiningiz bor? Ikkita. Voy bala. Necha yoshga uylandingiz? U qarrada to'ymaydi, u 63 ga kiradi. Iskandar tog'am. Assalomu alaykum bobom. Assalomu alaykum. 63 yoshga uylandingizmi? O'zingiz tengilganmi, sindoshganmi? 2 yosh kichkina, 2 yosh. Ha, ikkinchi uylanganingizmi? Ha. Voy onasini emsin. Qoyil, qoyil. Unda kampirlarni qayerdan topayapsiz? O TikTok'dan. Nega? Menga mumkin emasmi? İzlesem, menga o'shqanim qiynalib yotgan bordir, deb mana bor ekan. Voy onasini emsin. Uchinchisi necha yosh? Uchinchisi. U 33 yosh. Bo'lat. Qoyil, onasini emsin, qoyil, sizga kelas, tog'a. Sizga kelas. U lekin anoda bitta ko'zi ko'rmaydi-da. Bo'laveradi. Nima emsin? Bittasi ko'rami, ha? Gul beringlar. Oho, 22 ta gul. Bittasi bo'lsa ham ko'rami? Bittasi bo'lsa ham ko'rami? Ha, bittasi konkret, boshi dalilni zo'r ola. Bo'ldi, bittasi bo'lsa ham ko'rib tursa, bobo, bittasi bo'lsa ham ko'rib tursa bo'laveradi. Endi plan qanday? Uchinchisi bilan necha 70 yoshda yaratamizmi, 65 voydimi? Ha, shu 65 bo'ladi-da, endi yangi yilgacha bir bala qilib akib olsam, men nima bir yildan keyin 66 oy bo'lay, 66 boy bo'lar ekanda. Voy onalarni emsin. O'zi nechta farzandlar bor ikkitasidan? Ikkita momodan nechta farzand bor? Yo'q, keyingisi tug'maydi, birinchisidan 8 ta. Ha? 8 ta, ha? Voy onalarni emsin. Bu svit вообще ko'p o'chganmi deyman sizlar tomondan, bobo? Вообще o'ch bo'lavergan. Kecha-yu kunduzi o'chavergan. Bobom. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat, bobom, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Iskandar buyuk. Buyuklarning buyuki. Rahmat bobo. Lekin siz sho'x ekansiz. Sho'x 8 tadan keyin ham to'xtamadingizmi? Dvigatel вообще to'xtamadimi? Anoda motor soat vaqtida avtomobilni moyini almashtirib turganmizda, shuning uchun dal ishlayveradi-da, yaxshi ishlaydi. Assalomu alaykum bobo. Voy otam, joningiz omon bo'lsin. Bella budim yomon ekansiz. Men ikkita qo'limni ko'tardim, men hali o'ylaganim yo'q. Ota. Yo'q, Rostdan men jalab hali o'ylanganim yo'q. Necha kirding? 25 ga kirdim ota.
Taza qarshilaydigan davr bo'pti-ku o'zi. Ha, shuni aytyapman-da, siz uylanib taylaversangiz men bilan ichim kuyib ketyapti ota. Yo'q, sen qaytib sabr qilib yuribsan sen. Bilmasam, chidab yuribman ota. Siz necha yoshda uylangan? Men 21 yoshimda uylanganman. Mayli, 21 yoshda siz uylangan. Men yuribman hali ham onasini emsin tog'a. Ota yuribman hali ham. Hali uylanganim yo'q. Voy, bu ham vaqtinchalik davr, qarshilatish kerak vaqtida. Uylanaymikan? Nimani o'tib boryapti? Hozir. Mana bosib qo'ying. Otajonim, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Iskandar tog'a, rahmat. Hozir mana. Hozir 1 minut.